Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, bizni kuzatib turgan akalar. Xudo xolasa mana keyingi zakaz eshitlarimizni mana o'rnatib bo'ldik. Bu eshitlarimizni Andijon viloyati Buloqboshi tumani o'zimizning shahar yurtimizga o'rnatdik. Kanalimizga yangi mehmon bo'lib kuzatib turgan akalar bo'lsa, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysalaring, xudo xolasa keyingi ishlarimizni ham kuzatib borishga muvaffaq bo'lasizlar. Xo'p, hafta kuniga dushanba sanamizga kelsak 30-mart 2026-yil. Kanalimizga yangi mehmon bo'lib kuzatib turganlar bo'lsa, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa biz ishlarimiz keyinroq tarqaladi. Musofirda yurgan akalarimizni ham yetib borishga o'z hissalarini qo'shgan bo'lasizlar. Xo'p, eshitlarimizni kelsak, bu yerda bir dona 2 qanot, bitta rom, 2 dona eshik, yana bu yerda mana bir dona romimiz bor. Bu safarga zakazlarimiz NDF'dan tayyor qilib berdik. Oynalari doimgidek oq oyna gullik, germetiklangan, rezinkalari bor, mana doimgidek holatlarni bemalol ko'rishingiz mumkin. Zamoylarimiz original toza zamok, mana yopilishlariga mana e'tibor berasizlar. Xo'p, ichkari ko'rinishdan mana ko'rsatib qo'yamiz. Mana zazorlari, xudo xolasa endi pendalaymiz. Oshig'imiz 3 dona oshig'im qo'yilgan. Romimiz mana xudo xolasa padagonniklarini qo'yib berdik. Padagonniklarni o'zlari olib berdi, biz joy-joyga qatirib chiroyli qilib qo'yib berdik mana. Razmerlariga kelsak, 90 ga 235, 125 ga 155 romimiz. Bu tarafda ham xuddi shunaqa razmerda. Ochilib yopilishlariga mana bemalol e'tibor berishingiz mumkin mana. Kimga shunaqa yog'och eshikron bo'ladimi, NDF eshikron bo'ladimi? Kerak bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizning manzili Andijon viloyati Buloqboshi tumani, Usta Iqboljon. Telegram, WhatsApp'imiz shu nomerda ishlab turibdi. Imo'miz ham bor. Bemalol musofirda yurgan akalarimizga ham politsiya qilib qo'ysalaring, ishlarimiz yoqsa qo'ldan kelgancha sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Yog'och eshikron bo'ladimi, NDF eshikron bo'ladimi? Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizning manzil Andijon viloyati Buloqboshi tumani. Xo'p, vodiy bo'ylab dastlabki ustunovkamiz bor. Voha tomonlariga kelishilgan holatda. Bemalol vohali akalarimiz ham vodiylar akalarimiz ham bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Vodiy bo'ylab dastlabki ustunovkamiz bor. Layklarni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Bizga kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa keyingi ishlarimizni ham qo'yib borishga muvaffaq bo'lishga harakat qilamiz. Sog' salomat bo'linglar.